O'zbekning birinchi shum bolasi 85 yoshda. Xayrulla Sa'diyevning sinovlarga to'la hayot hikoyasi. O'zbekiston xalq artisti Xayrulla Sa'diyev 6-dekabr kuni 85 yoshni qarshi oldi. Uzoq yillik faoliyati davomida aktyor, teatr hamda kinoda ijro etgan turli rollari bilan tomoshabinlar qalbidan joy olib kelmoqda. Aktyor tavalludining 85 yilligi munosabati bilan uning hayot va ijod yo'liga nazar tashlaymiz. Xayrulla Sa'diyev 1940-yilda Toshkent shahrining Sebzor dag'asidagi katta oilalardan birida dunyoga kelgan. Uning otasi Habibulloh Sa'diyev teatr aktyori edi. Oilada nafaqat ota-ona, balki bobo-buvi, yana 4 amaksining tarbiyasini olib katta bo'lgan. Yoshlik yillari. Keyinchalik mahoratli aktyor 1963-1986 yillar mobaynida yosh tomoshabinlar teatrida, so'ng 1986-yildan satira teatrida faoliyat yuritadi. Ushbu yillar davomida u o'nlab spektakllarda turli qahramonlar obrazini ijro etgan. Bolalar spektaklni mazza qilib o'ynar edim. Qilichbozlikdan o'qitgan ustozim Arsen Ismoilov oliygohda sahna harakatidan ham dars berardi. Ularning yordamchisi edim. Shu odam teatrga kelib 3 mushketyorni, yana boshqa bir revizorni sahnalashtirdi. Birin-ketin bolalar spektakllarida rollar ijro eta boshladim. Ayniqsa, etik kiygan mushuk spektaklida mushuk rolini o'ynaganimda tinim bilmasdik. Bu spektakl ta'til vaqtlari bir kunda hatto 3-4 marotaba qo'yilardi. Yoshlik yillarini eslar ekan, onasi uning san'atkor emas, muhandis bo'lishini orzu qilgani haqida gaplar aktyorning yodiga tushadi. Ammo yosh Xayrulla muhandis bo'lishni emas, otasining kasbini davom ettirishni ixtiyor qilganini aytadi. Onam rahmatli kelsang, injenerlikka o'qiysan derdilar. Dadamning o'rniga teatrga boraman desam, yo'q deb qarshi bo'lganlar. Qarasam, ming tortishsam ham foydasi yo'q, indamaganman. So'ng onamga bildirmay imtihon topshirdim, ammo undan o'ta olmaganman. Keyingi gal imtihondan o'tganimdan keyin kelib turib onamga teatralni oliygohga kirdim deb aytganman. Rollarga chaqira boshlashgandan keyin ular otasini o'rnida ishlayapti deb mendan xursand bo'ldilar. Ukam Yodgor ham armiyaga borib kelganidan keyin teatralni oliygohga qanaqa qilib kiradi deb so'rab qoldi. Shunday qilib monolog nima, etyud nima, hammasini tushuntirib uni imtihonga tayyorladim. O'qishga kirganidan so'ng kelib onamizga aytdik. Birinchi olgan maoshimga ularga ro'mol olib, qolgan pulni qo'llariga berganman. Bularning hammasi baxt edi, deydi Xayrulla Sa'diyev. Juda to'polonchi bolalar bo'lganmiz. Hovlimizning katta darvozasi bor edi. Bir kuni Yodgor ayamga jahl qilib, ana shu darvozamizni tepgan edi. O'sha mahal bir ayol kelib, "Ha, qattiqroq deb, qattiqroq baqir" deb o'rgatib turdi. Men chetroqda qarab turibman. Keyin bo'layotgan to'polonni eshitib, boshqa qo'shnilar ham chiqishsa, ukamga o'rgatib turgan ayol, "Mana bu bolalar otasi o'sdi, odam bo'lmaydi. Mana ahvoli. Hali katta bo'lsa bular o'g'ri kazzob, kisavur bo'ladi" deb aytgan. Bu gaplarni chetda kuzatib turib, o'z quloqim bilan eshitganman. Keyin Yodgorni yonimga chaqirib, "Odamlar biz haqimizda shunday deyishyapti. Endi bo'ldi, ukam, o'zgaramiz. Onamizni juda ham qiynab qo'ydik" dedim. U xo'p dedi. Ana shundan keyin 100% o'zgardik. Otam vafot etganlarida 5 yoshli bola edim. Yodgor hali tug'ilmaganda ham. Ular o'tganlardan keyin 2 oy o'tib tug'ilgan. Onam ham o'gitlar berardi. "Qanchalik mehnat qilsang, shunchalik elning nazariga tushasan" derdilar. Bugungi kungacha erishganlarimizga onamizning tarbiyalari sababchi. Ular o'qimishli, qiyin kunlarni ko'rgan ayol bo'lganlar. Ularning o'gitlari orqali Xudoga shukr, shu yoshda ham el-yurtning nazariga tushib yuribmiz. Aka-uka Sa'diyevlarni yonma-yon turganlarida ukaning akadan anchayin baquvvat va bo'ylari baland ekanini payqaysiz. O'zbekiston xalq artisti Yodgor Sa'diyev bu kabi savollar unga ko'p bora berilishini aytarkan, ularga shunday javob qaytaradi. Ko'p odamlar nega sizning bo'yingiz baland, akangiz nega past deyishadi. Buning o'ziga yarasha sabablari bor. Xayrulla akam 2-3 yoshligimda 3 bekat naridagi
3 bekat naridagi yasliga. Bizning paytda bog'chalar shunaqa deyilardi. Yelkalarida ko'tarib olib borib olib kelardi. Charchab qolib yerga qo'ymoqchi bo'lsalar yig'lardim. Keyin yana yelkalariga chiqarib, bog'chaga olib borib, 2-qavatga olib chiqib qo'yardilar. Hali eslayman. Meni bog'chada qoldirganlaridan keyin ham to yig'lashim to'xtaguncha pastda kutib turardilar. Xayrulla Sa'diyev oilasi ota-onasi haqida gapirib berar ekan, kechagi kun qiyinchiliklarini ham yoddan chiqarmaydi. Onam, bizlar ham qiyin davrlarni yashab o'tdik. Urushdan keyingi davrlarni ko'rganmiz. 6 yasharlik paytim, o'zim ham nonga turna-qator navbatga turganlarim, bir-birda nonni qanday topganlarimiz, ocharchilik hammasi esimda. Boshqalar yangi kiyim kiyganida, biz ham shunday yangi kiyimlarni kiyishni xohlaymiz deb ichimizda aytardik-ku, onamizga ayta olmasdik. Chunki boshlang'ich sinflarga dars bergan o'qituvchining maosh qancha ham bo'lsin deydi u. Aktyor oliygohdagi kursdoshi va hamkasbi Ra'no ismli ayol bilan oila qurgan. Ularning oilasida dunyoga kelgan qizaloq Sevara bevaqt olamdan o'tgan. Shundan so'ng ayolining o'zi ham xastalikka yo'liqib vafot etadi. Ularning turmushidan bir farzandi, Sardor qoladi. Xayrulla Sa'diyev uchun ayolni yo'qotish juda qiyin kechgan. Tushkunlikdan uni ijod hayotga qaytaradi. Keyinchalik aktyor 1975-yilda ikkinchi bor oila qurib, Malika ismli ayolga uylangan. Bir muddatdan so'ng qizi E'zoza tug'ildi. Bir maromga tushgan hayot yillar o'tib, 2020-yilda o'g'li Sardorning bevaqt o'limi tufayli yana bir bor larzaga keladi. O'zingga yaqin kishilarni yo'qotganingdan so'ng tushkunlikka tushib qolar ekansan. Bularni yengib o'tishga majbur ekansan. Shuncha yil yashab shunday xulosaga kelyapman. Otamning, oila a'zolarimning o'limini ko'rdim. O'lim yomon. Shuning uchun undan qo'rqiladi. Alloh qancha umr bersa ham inson toza hayot kechirish kerak, deydi u. Ma'lumot uchun 85 yoshini qarshilagan teatr va kino aktyori Xayrulla Sa'diyev Shaytanat teleserialida Arosat, Afandining yoshligi, Alpomish kabi bir qator filmlarda va ko'plab spektakllarda tomoshabinlar yodida qoladigan rollarni ijro etgan.